Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ismim Teshaboy, familiyam Saidmuratov, Qashqadaryodanman. Belever kompaniyasiga sog'ligim tufayli kelib qolganman. Birinchi o'sha menda gemoroy kasalligi bezovta qilardi. 3 yildan beri surunkali o'sha og'riqlar, qonashlar sababli o'sha gemoroy kasalligi bezovta qilib kelardi. O'sha menga eng yaqin og'aynim, o'sha do'stim mana shu Belever kompaniyasining mahsulotlarini tavsiya qilib qoldi. Avvalasiga men birinchi ishonmadim. Ishonmasdan turib keyin mahsulotni bo'pti olayinchi, o'zimda bir sinab ko'rayinchi deb olib iste'mol qilishni boshladim. O'sha Magic Pack, ya'ni aktivniy koralli kalsiy bilan kenzim QH mahsulotini olib turib iste'mol qilishni boshladim. Bir oyda ichida gemoroy kasalligimdan super natija oldim. O'sha qonashlar to'xtab, og'riqlar yo'qolib, yaxshi zo'r natija oldim. Natijalaringiz bilan sizni tabriklayman. Gemoroy bo'lgan holatda mahsulotni ichish holatlarida qanday dozada ichdingiz va nechtadan ichdingiz? Ichish tartiblari va qancha muddatda sizga o'zgarish yoki rezultat bo'la boshladi? Gemoroy kasalligiga birinchi boshlanishida men bittadan iste'mol qildim. Ertalab bitta, kechqurun bitta o'sha Magic Pack'dan, ya'ni aktivniy koralli kalsiyni til ostiga tashlash orqali 5 kun mobaynida o'sha ertalab bitta, kechqurun bittadan iste'mol qildim. 5 kundan keyin o'sha dozani 4 taga kuchaytirdik va oxir 1 oyga o'sha natija super tezroq bo'lishi uchun 6 tagacha o'sha dozani kuchaytirib, o'sha 3 mahalda o'sha 6 tadan o'sha Magic Pack mahsulotini iste'mol qilishni boshladim. Qancha muddatdan beri bu mahsulotni ichib kelasiz va bu mahsulotimiz bitta kasalligingiz, ya'ni gemoroy kasalligini polniy tuzalgungacha necha korobka mahsulot ketgan? Gemoroy kasalligidan natija olishimgacha bitta korobka bilan super natija olganman. 100% natija olganman bitta korobkadan va o'sha farzandsizlik natijasini bir korobka Magic hamda Beauty mahsulot, ya'ni Rootlife mahsulotidan bir korobka iste'mol qilib, o'sha 3-oyda o'zida bizda super yangilik bo'lgan. Xudo xolasa mana yaqinda ko'payishamiz. Xo'p, ya'ni bitta korobka mahsulot sizga necha oyga yetgan gemoroy kasalligida? Gemoroy kasalligida bitta korobka mahsulotni men 4 oyda iste'mol qilganman. O'sha 6 oylik mahsulotni 4 oyda iste'mol qilib tugatib bo'lganman. Keyingi ikkinchi rezultatingizga keladigan bo'lsak, uni dozalari bo'yicha qanday bo'lgan, qay tartibda ichgansiz va bir korobka mahsulot necha oyga yetgan sizda? Bir korobka mahsulot o'sha birinchi o'sha ularning dozada iste'mol qilganmiz. Iste'mol qilganimizdan so'ng o'sha Er-xotin birgalikda iste'mol qilgan. Er-xotin birgalikda iste'mol qilganmiz, bir xil dozada, o'sha bir xil vaqtda o'sha dozani 2 oy iste'mol qilganmiz. 2 oy, 3 oyda o'zi biz tugatib bo'lganmiz. Bir korobka Magic Pack'ni hamda bir korobka Rootlife'ni 3 oyda o'zi biz tugatib bo'lganmiz 6 oylik mahsulotni. Bizda o'shanda super natija bo'ldi. Ish jarayonida sizni qandaydir o'ziga o'rgatib qo'yishlar, nojo'ya ta'sirlar yokida boshqa bir ko'nikmalar hosil qilmadimi? Yo'q, hech qanday bir o'rganib qolish jarayoni bo'lmadi, nojo'ya ta'sir ham bo'lmadi. Naboratiga o'sha uyqular yaxshi bo'lib, o'sha bosh og'riqlar yo'qolib, baribir bosh og'riq hammada ham bo'lib turadi. O'sha bosh og'riqlar ham bo'lardi. O'sha bosh og'riqlar yo'qolib, uyqular yaxshi bo'lib, hech qanday bir nojo'ya ta'sir ko'rsatilmadi. Yaxshi, zo'r ham. 2 korobka ichganmiz deyapsiz. Bir korobkadan so'ng o'rtada pauza bo'lganmi yoki sirazi ulanib ketganmi? Birinchi gemoroyimda iste'mol qilganimdan keyin o'rtada pauza bo'lgan. O'sha uylanmasimdan oldin gemoroyimga olib ichganman. Keyin orada uylanganimdan keyin o'sha iste'mol qilmay to'xtatib qo'ygandim. Keyin uylanganimdan keyin yana turmush o'rtog'im bilan birgalikda iste'mol qilganmiz. Nima demoqchiman? Ya'ni kim o'sha pauza bo'lgan jarayonda o'sha holatlar yana qaytalanmadimi, takrorlanmadimi? Yo'q. O'sha pauza bo'lgan jarayonda o'sha holat takrorlanmadi. Orada bir 5-6 oy iste'mol qilmay qo'ydim. O'shanda hech qanday qaytalanish bo'lmadi. Tushunarli. Xo'p, bu mahsulotni ichgan paytingizda nima deb o'ylaysiz? Buni faqat kasal insonlar ichish kerak ekanmi? Yo'q, bu mahsulotni o'sha sog'lom inson ham, o'sha hozirgi kunda o'zim ham profilaktik dozada iste'mol qilib yuraman. O'sha sog'lom inson ham o'sha kasal bo'lmaslik uchun o'sha profilaktik dozada o'sha bizga oziq-ovqat sifatida, o'sha ovqat sifatida iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Faqat kasal insonlar emas, faqat o'sha sog'lom insonlar ham
kasal bo'lmaslik uchun o'sha mahsulotni iste'mol qilishni tavsiya beraman. Kuzatuvchilarimizdan kelayotgan savollarga ko'ra, men hozir homiladorman, men ichsam bo'ladimi? Bu bitta savol. Va bu mahsulotni necha yoshdan, yosh bolalarga ham bersa bo'ladimi? Necha yoshdan necha yoshgacha ichirsa bo'ladi degan savollar kelmoqda. Homiladorlik paytida ham iste'mol qilsa bo'ladi albatta. Hozirgi kunda o'sha turmush o'rtog'im ham iste'mol qiladi. Faqat o'sha aktivniy koralliy kalsiyni o'zini, kainzinni emas, o'sha faol marjon kalsiyni hozirgi kunda ham o'sha iste'mol qilib kelyapti. Bolaning rivojlanishi rosa yaxshi. O'sha tekshirtirib turibmiz. Yosh bolalarga ham o'sha nima deydi, 7 oylik, 8 oylik, 1 yosh bolalarga ham o'sha iste'mol qilganlarni ko'rdik. O'sha yosh bolalarga ham bemalol iste'mol qildirsa bo'ladi. Bu mahsulotni ichgandan so'ng, rezultat olgandan so'ng faqat o'zingiz tuzaldingizmi yoki kimlargadir ham tavsiyalar qildingizmi? Bu mahsulotni o'sha o'zimni yaqinlarimga ham tavsiya qildim. O'sha yaqinlarimdan o'sha o'zimni birinchi navbatda o'sha turmush o'rtog'imda o'sha farzandsizlikka ichib turib, o'zida allergiya kasalligi bor edi. O'sha idish tovoq yuvganda yoki kir yuvganda qo'llariga qarag'ada toshmalar toshib ketardi. O'sha allergiya kasalligidan turmush o'rtog'im super zo'r natija olgan. Hozirgi kunda o'sha qo'llariga hech qanday yaralar chiqib, toshmalar toshmasdan o'sha kir yuvganda yoki idish tovoq yuvganda o'sha qo'llari hozir o'zini chiroyli tekis holatiga qaytgan. Yaxshi, zo'r natija. Xo'p. Bu mahsulotni siz olish oson bo'lmagan, bilaman. Mahsulotni ichdingiz, rezultat ko'rdingiz. Endi bizni kuzatayotgan tomoshabinlar bor. Narxi juda ham qimmat deyishadi. Nima deb o'ylaysiz? Mahsulot narxi rostdan ham qimmatmi? Narxi bu mahsulotni tushunmagan insonga qimmat tuyuladi. Siz haqiqatan ham bu mahsulotni mo'jizaviy mahsulot ekanligini, o'sha tarkibidagi o'sha 60 xil mineralni o'zingiz haqiqatan ham o'rganib chiqqaningizdan so'ng bu mahsulotni qimmat emasligini tushunib yetasiz. To'g'ri, birdaniga eshitgan odamga qimmat tuyuladi, lekin bu mahsulotni o'zingiz haqiqatan ham tarkibini o'rganib chiqsangiz, o'sha kuniga hozirgi kunda 24 ming, 25 ming so'mdan to'g'ri kelar ekan. Kunlik iste'mol qilgan dozangiz men uchun hozirgi kunda qimmat emas, o'sha mahsulotni tarkibini tushunib yetgandan so'ng. Shuning uchun ikkitalab, to'rttalab korobka mahsulot olib ichyapsiz, tushundik. Xo'p, minnatdorchilik va xayrlashuv. Minnatdorchilik avvalambor o'sha bu kompaniyaga meni taklif qilgan eng yaqin insonim, o'zimning do'stim, billa hamkasbim Sarvarbek Oqqulovga o'zimni eng katta minnatdorchiligimni bildiraman. O'sha sog'ligimdan zo'r natija olib, hamda o'sha farzandsizlikdan haqiqatan ham ota bo'lish nimasiga musharraf qilgan o'sha do'stimga, o'sha hamkasbimga, hozirgi kunda o'sha ustozimga, o'sha Sarvarbek Oqqulovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamda o'sha ushbu ajoyib mahsulotimizni O'zbekistonga kirib kelishiga sababchi bo'lgan inson hozirgi kunda o'sha Yorqinoy Omonovaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kattakon rahmat hammasiga.